Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa bugun navbatdagi darslikni olishni boshlaymiz. Timerlarni nastroyga qoldik. Birinchi so'zimiz donate ekan. Donate. Donat qilinglar, podдержка qilinglar deydi. YouTube'dagi anaqalar content makerlar. Ya'ni pul tashlaylar, kontentimizni qo'llab-quvvatlash uchun deydi. Hadya etmoq ekan ma'nosi. Asl ma'nosi. Donate deganda men xayolimga don kelyapti. Ya'ni meni kontentlarimni ko'rayotgan kuzatuvchilar menga pul emasda don hadya qilishyapti. Donate, ya'ni donat qilishyapti. Donate. Xo'p, keyingi so'zimiz min ekan. Mina kelyapti. Bombalar bo'ladi-yu, bossa portlab ketadigan mina. Yani chegaralarga qo'yiladigan. Ma'no bildirmoq ekan, ma'nosi. Minalarni bossam, hayotimdagi ma'nolar tushunib olar ekanman, nimadan iboratligini. Misol uchun-da, minalar shu ma'no bildirar ekan. Portlab ketgandan keyin. Xo'p, keyingi so'zimiz angle ga rus tilidagi angel degan so'z kelyapti. Ya'ni farishta ma'nosi bo'lsa burchak ekan. Angle. Burchakda farishta turibdi. Angle. Keyingi so'z fix deganda menga Fixiki degan multfilm qahramonlari keldi. Ma'nosi ham ta'mirlamoq ekan. Ya'ni bekorga mana shunaqa emas, chunki multfilmda ham nimadirlarni bizib, nimadirlarni tuzatib yurishadi. Shuning uchun Fixiki degan multfilmdagilar tuzatib yurishdi har xil narsalarni. Misol uchun mening kompyuterim mishkasi buzilib qoldi. Sekin kelib tuzatib ketishdi. Fixiklar. Uxlab yotgan. Fix. Keyingi so'zimiz smell ekan. Smellga menga sim kelyapti. Ma'nosi bo'lsa hidlamoq, hid chiqarmoq ekan. Ma'ni uyimdagi shu simlardan har xil sassiq hidlar chiqishni boshlayapti. Smell. Keyingi so'zimiz terrible. Terrible'ga terrible. Terror kelyapti. Ma'nosi dahshatli, qo'rqinchli ekan. Ishdan uyga qaytayotganda boshqa yo'l bilan kelayotgandim. O'tda meni kimdir bitta yomon odam tutib oldi. Terimni shilyapti, dahshatli tarzda baqiryapman. Terrible. Tavba qildim. Xo'p, keyingi so'zimiz respond. Xo'p, respond. Bu yerda men bu boshdagi 3 ta harfga endi rus tilidagi guruch hayolim kelyapti. Buni tashab turib men pandni olman, ya'ni panda misol uchun. Ma'nosi bo'lsa javob bermoq ekan. Panda o'sha ris yeb turib menga javob beryapti. Misol uchun, ris yeb turib panda menga javob qaytaryapti o'zbekchada. Respond javob qaytarmoq. Keyingi so'zimiz succeedga men bu 3 ta harf seed, ya'ni muzli davridagi yalqov seed hayolimga keldi. Ma'nosi bo'lsa muvaffaqiyat qozonmoq. Yalqov seed muvaffaqiyatli bo'lishni o'rgatayotgan tasavvur qilaman. Shu sohada muvaffaqiyatli bo'lib ketdi, ya'ni biznes trener. Succeed. Keyingi so'zimiz prime ekan. Xayolimga transformerlardagi Optimus Prime keldi. Ya'ni katta trak bor-u, robotga aylanadigan. O'sha keldi. Ma'nosi yuksaklik, asosiy bosh. Kinoda ham shu asosiy qahramon eng yuksak, kuchlisi prime. Prime davrim deydi-yu, ya'ni eng zo'r paytim deganda. Prime. Optimus Prime keldi. Keyingi so'zimiz competition. Xo'p, kampit kelyapti, ya'ni konfet kelyapti. Kampit deymiz-ku shevada. Ma'nosi musobaqa ekan. Kim ko'p kampit yeyish bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Hamma og'zini to'ldirib kampitlarni shimib yeb yotibdi.
competition. Ya'ni musobaqa. Keyingi so'zimiz shout ekan. Shout. Menga shot kelyapti. Ma'nosi baqirmoq, qichqirmoq ekan. Yosh bolalar shot tut deb baqirishyapti. Hammasi daraxtda turib oldi. Shout. Baqirmoq, qichqirmoq. Entertain. Kompyuterdagi enter knopkasi xayolimga keldi. Ma'nosi bo'lsa ko'ngil ochmoq ekan. Enter bossam ko'nglim ochilib ketyapti. Entertain. Keyingi so'z proud. Proud. Hayronman, hech narsa kelmayapti. Proud. Bu so'z ma'nosini bilganim uchun ham qanaqadir ideya kelmayapti. Agar sizlarda ideya bo'lsa yozaveringlar. Ya'ni ma'nosi g'ururli, shu faxrli deganda. G'ururli, faxrli. Proud. No, agar bu tabiiy orada bitta ikkita mana shunaqa obrazlar chiqmay qolishi, ularni oddiy yodlab ketsak ham bo'ladi. Unaqa bosh qotirib usha o'tirish shart emas. Keyingi so'zimiz content. Bu ham hozir bitta content bo'pti. Yana bitta ma'nosi shu ob'yom, ya'ni tarkib. Mana mamnundan keyin tarkib ekan. Shunday yozib qo'ygan ekanman. Content. Instagramda kontentlarni ko'rib mamnun bo'ldim. Keyingi so'zimiz grantga o'qishga kirdim, misol uchun. Ma'nosi ruxsat bermoq. Menga o'qishimga ruxsat berishmayapti uydagilar. Grantga o'qishga kirsam. Grant. Keyingi so'zimiz yelday uchib ketyapti bittasi. Ma'nosi baqirmoq ekan bu ham. Yelday uchib ketib baqiryapti yoki baqirayotgan paytida orqasidan yel chiqib ketdi. Keyingi so'zimiz remove. Rim xayolimga keldi. Rim imperiyasi eski. Ma'nosi o'chirmoq, olib tashlamoq. Ularni tarixdan o'chirib tashlashyapti. Tasavvur qiling. Remove. Keyingi so'z belief. Mana shu narsani bil yoki bilayin. Misol uchun 100% o'xshash shart emas, oldin aytganman. Ma'nosi ishonch ekan. Ishonch degan do'konlar bor, bilsanglar, texnika sotadigan, o'shalarni ichida Beeline sim kartasini sotishyapti, bo'lib to'lashga. Belief. Keyingi so'z importancega importning xayolim kelyapti, ya'ni chet eldan kelgan deydi. Ma'nosi ahamiyat, muhimlik ekan. Importli narsalarga biz ko'proq ahamiyat beramiz. Importance. Keyingi so'zimiz mount ekan. Mamont kelyapti. Ma'nosi ko'tarilmoq ekan. Mamont aniqga qarab chiqyapti. Everest tog'iga qarab ko'tarilib ketyapti. Yoki o'zidan kichik chimyonga yoki katta chimyonga qarab ko'tarilib ketyapti. Mamont. Ma'nosi ko'tarilmoq. Mount. Уже yetib keldik donatga. Aralashtirib tekshirib ko'ramiz endi. Qanchalik esda qoldi. Men inglizchasini ko'rsataman, orqasini ko'rsataman. Nechta so'z esla oldinglar, shuni kommentariyada yozib ketinglar. Ketdi. Entertain. Ma'nosi ko'ngil ochmoq. Keyingisi terrible. Ma'ni terim kimdir nimadir qo'yatmidi. Ma'nosi dahshatli, qo'rqinchli. Content, mamnun, tarkib. Respond. Panda, ya'ni
Panda ris yeb turib nima qotdi menga? Javob qaytaryapti. Javob bermoq. Angle. Angel qayerda turadi? Burchada turibdi. Hop, proud. Bunikini men anaqasini topa olmadim. Ma'nosi bo'lsa g'ururli, faxrli degani. Ya'ni obraz chiqmadi proudga. Donate. Menga nima qilishyapti? Donat, hadya qilishyapti. Hadya etmoq. Keyingi so'zimiz minali bososam hayotdagi ma'noni topib olar ekan. Ma'no bildirmoq. Keyingisi yel. Odam juda qattiq baqirganda orqasidan yel chiqib ketdi. Ma'nosi baqirmoq, yel. Baqirmoq. Smladan nima chiqyapti? Har xil sassiq hidlar chiqyapti. Hop, mount nima qotdi? Ko'tarilyapti. Ko'tarilmoq ma'nosi. Grant. Va institutga grantga kirdim. Nima bo'lyapti? Rozilik bermoq, ya'ni ruxsat bermoq. Ruxsat berishmayapti menga. Xo'p, keyingisi Prime. Optimus Prime. Eng kuchli, eng yuksak ekan. Mana asosiy bosh yuksaklik. Competition. Compet yeyish bo'yicha nima bo'lyapti? Musobaqa. Keyingi so'zimiz succeed. Seed nima qotdi? Ya'ni yalqov seed muvaffaqiyat qozonyapti. Keyingisi fix. Fixiklikka ma'lumishganman, nima qilishyapti? Tuzatib ketishyapti. Tuzatmoq, ta'mirlamoq. Keyingisi remove. Rim imperiyasini tarixdan o'chirib tashlaymiz. Ya'ni ma'nosi o'chirmoq, olib tashlamoq. Believe. Beeline sim kartalari ishonch do'konlari sotiladi. Ma'nosi ishonch. Keyingi so'zimiz importance. Importli narsalarga ahamiyat berish kerak ekan. Ya'ni muhim. Keyingi so'zimiz shout ekan. Shotut deb nima qilishyapti bolalar? Baqirishyapti, baqirmoq. Shu bilan tugadi. Keyingi darsgacha.